Bu videoni liga pul yetmasdan lip motor minmoqchi bo'lgan sizga yuborib qo'ying. Lip motor tovar belgili avtotransport vositalarini O'zbekiston Respublikasiga import qilish cheklanyapti. Agarda siz bu avtotransport vositasini import qilib bo'lgan bo'lsangiz, endilikda ushbu avtomobillarni sertifikatlashtirish ham taqiqlanyapti. Bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi texnik jihatdan tartibga solish agentligining tegishli inspeksiyasi tomonidan bojxona qo'mitasiga, ya'ni yangi olib kelinayotgan lip motorlarni olib kelish bo'yicha ogohlantirish xatlari yuborilgan hamda sertifikatlash organlariga ham sertifikatlash bo'yicha lip motorga tegishli bo'ladigan arizalarni qabul qilmaslik tavsiya qilingan. Xo'p, bunga asos tariqasida ushbu tovar belgili avtomobillarda aniqlangan elektromagnit moslashuvchanlikni belgilangan talablardan 16 barobar yuqoriligi keltirib o'tilgan. Ya'ni BMTni talablari bo'yicha, ya'ni xavfsizlik talablari bo'yicha elektromagnit moslashuvchanligi ma'lum bir miqdorda bo'lishi kerak, lekin lip motor avtomobillarida mana shu 16 barobar ko'proq ekan. Shuning uchun ushbu turdagi avtotransport vositalari endilikda O'zbekistonga kirishi taqiqlanyapti. Xo'p, qo'shimchasiga elektromagnit moslashuvchanligi insonlarda asab tizimi, yurak, qon tomiri, shunday saraton kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkinligi ham aytib o'tilgan. Bu videoni liga pul yetmasdan lip motor minmoqchi bo'lgan bo'mish tanishingizga yuborib qo'ying va like bosib o'zingizning fikrlaringizni izohlarda qoldirishni ham esingizdan chiqarmang. Sog' omon bo'ling.